Kiyosarpo do'koni bitta kostyum shim olsang, bitta palto qo'shib beryapti emish. Seryozni aytyapman. Hamma joyda shu gap ekan omon. Bitta kostyum shimga palto qo'shib beraman deyapti. Shu rostmikin, a? Bo'lsa kerakda tunni e'lon qilishyapti. Assalomu alaykum. O'rtoq. Sog'liging yaxshimi, tuzingmisan? Rahmat, nima gap? Bozorda gap yuribdi. Qanday gap? Kiyosarpo degan do'kon bitta kostyum shim olganga bitta palto bepul qo'shib berar ekan. Yo'q-e. Shunga sen nima deysan? Bu g'irt bo'lmagan gap o'rtoq, bunaqa narsalar. Hozir kasm shimda olaman desang, paltoni pulini kasm shimda ichiga tiqib yuborgan bo'ladi. Bunaqa odamlar vobshe ko'payib ketgan hozirgi kunda. Tushundim. Buni tekshirib ko'rish kerak. Unda bunday qilaman. Hozir boshqa do'konlarga ko'raman. Talashib tortishib, narxini kelishib ko'raman. Kostyum shimda narxini, asl narxini bilib, keyin bu do'konga kirib, solishtirib ko'ramiz. Bo'ldi, og'ayni, menga ham bilib aytib javobini. Xo'p, sog' bo'l. Assalomu alaykum. Kostyumsiz, sog'lik yaxshi. Nima xizmat? Kostyum shimda nechi pul ekan? Kostyum shimni aka sizga arzon, bitta kiyib ko'rsangiz, unga qarab gaplashamiz. Menga kostyum shimlarni bo'ladigan narxini ayting. Menga narxi qiziq. Aka, kostyum Kazim, hop, bozordagi narxi 1 million so'm, sizga 950 ming qilib beramiz. oxirgi narxi. Oxirgi narx. Bu nechi pul ekan? Aka, bunimiz Do'xford. Hop, Bozordagi narxi 1 million 150 ming. 1 million bo'lish qilib beramiz. oxirgi narxi. Oxirgi narx. Sako nechi pul ekan aka? Eng zo'r brendimiz Sako aka. Bozordagi narximiz 1 million 250 ming. Sizga 1 million 50 ming qilib beramiz. Oxirgi narx. Aka, bu eng bo'ladigan oxirgi narximi? Men hozir bozorda bitta aylanib kelaman, uyalib qolmayman-a. Bemalol aylanib kelib, uyalib qolmaysiz. Oxirgi narx aka. Bo'lish. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Alo. Ha do'stim, nima gap? O'rtoq, men bozorda aylandim. Ha, yaxshi. Kostyum shimlarning eng taqalgan narxini ko'rdim, surishtirdim. Endi bitta Kiyosarpoga kirib, vaziyatni bilib, senga yana aloqaga chiqib qoraman. Aniq qarab turib, bu aksiya yolg'onligi isbot bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Bitta kostyum shim olganga bitta palto qo'shib beradigan do'kon shumi? Va alaykum assalom. O'g'lim, keling, yaxshimisiz? Ha, bitta kostyum shim olganga bitta palto beradigan joy, mana xuddi mana shu joy. Siz menga qarang, Instagramdan ko'rib kelyapsizmi yo YouTube'da ko'rdingizmi? Bozorda shu. Qayerga qarama shu gap. O'shani bir tekshirgani, ko'rgani keldim. Xuddi shunday. Xohlasangiz paltolarimizni ko'rishingiz ham mumkin. Paltoni olib chiq. Ustagani paltoni olib chiqdi. Xo'p. Bismillah. Mana ushlab tur. Mana paltomiz. Mana ishlarini ham ko'ring. Aka, menga paltoning sifati ma'qul. Endi kostyum shim haqida gaplashaylik. Sako brendidagi kostyum shimimiz 950 ming so'm. Bitta palto bepul qo'shib beramiz. Seven Kazim brendidagi kostyum shimlarimiz 950 ming so'm. Bitta palto bepul